Tamam. Kelinglar, bugun mehmon kutamiz onam bilan ki. Onam gullarni ham bir ko'rsatib o'tay. Biram chiroyli, sovulli gullar. Bugun nasib bo'lsa dugonalar kelmoqchi. Nasib bo'lsa. Holi salatlar qo'yiladi, holi uzun. Qovun, tarvuz. Mana sho'rvachalar ham qo'yib turib, qozonni kastrulkani to'ldirib. Yo, kelishgan, yo. Yo, kelishgan, yo deyman. Ha, uni hol ko'rganam, yo. Alloh rozi bo'lsin, dadamdan ham, onamdan ham, aka-ukalarimdan ham. Mana chiroyligina sho'rvacha qilib